Assalamualaikum, qandoqlar yaxshimi? Men bugun sizlarga aytgan chayning qilish usulini o'rgatmoqchi. Oldi bilan men buningga chayni demlab olaman, ya'ni bir odamning qilishi bir odamga o'xshamaydi, ya'ni ba'zanlar sutni jiq qildi ekan, ba'zanlar chayning demini jiq qildi ekan. Men sutni jiqroq qilaman odatda. Naqib chayni qaynatib olaman. Suyimizni qo'ydik. Bu chay qaynavergandan keyin chayning ichida buning qutisimi tavib qoldi ekan zaten. Biz çayımızı qo'ydik, endi sutini hazırlaylik. Men bu su istakanda o'lchab turib, qancha odamga chiqadi buni deb beraysizlarga. Bu su istakini 2 su istakanda to'kaman. Birini to'kib bo'ldim. 2. Bu yeterli bana. Endi buni isitib olayman. Mana ko'rdinglar, sutim qaynay deb qoldi. Men teshib ketmaslik uchun madamni olgan chayimni asroq to'kaman. Rang-barang tutaman. O'tni tuvan holatga kelib to'kdim. Yine rang az bo'lib qolib qolsa, yana to'ksak bo'ladi. Menimcha bu buloqli. Menimcha yetadi deb o'ylayman. O'zimlarning ehtimolchilik bo'lsa bo'ldi rangi. Endi buningga men qaymoq, sizlar bozordan olgan qaymoq ishlatsanglar bo'ladi. Men ko'piklarni elbette oldi bilan. Buningga mushalatda bo'ldi. Men odatda bozornikini ishlataman, ammo tunugun men tabiiy qolishda qaynatgandim. Shuning 100 qaymoqni suzib elib olgan. Shu qaymoqni ishlataman hozir. Shundan solaman. Mana ko'rganinglardek biz qaymoqni sep bo'ldik. Endi sarmaydan bir qo'shiq. Bu ihtiyoç tamamen ihtiyacına asasen bo'ldi sarmay. Biraz sarmayni eritib olaman. Sarmayni salsalan bo'ldi, samsalan bo'ldi, lekin men yaxshi ko'raman, shuni soldim. Ko'rdinglar, bizning aytgan chayimiz qaynayotdi. Men endi o'tni tuvallatib, tuz muvofiq miqdorda. Bek tuz qo'yib ketsa mana bo'lmaydi. Şöyle aralashtirdim. Tuzlarni tetib qilib qo'ysanglar bo'ladi o'zinglar. Mana bizning aytgan chayimiz tayyor bo'ldi. Men endi buni mana ko'rdinglar. Bunda cho'ng suqashchaniga ursanglar bo'ladi yoki buningda qachalar ursanglar bo'ladi. Bunda qacha ursanglar 4 qacha chiqadi mencha. Bu kichik qacha ursanglar, turklarning sho'rib qacha ursanglar 4 qacha tarafida chiqadi. Mana ko'rdinglar. Agar bu qacha qo'shib qolsanglar, 2 qacha atrofida chiqib, yana ozroq eshib qolishi mumkin. Ya'ni men o'zim sizlarga o'lcham bo'yicha qilib berdim. O'sha holatda tetib qo'ysanglar bo'ladi inshaalloh. Sizlar qanday qilasizlar men bilmayman. Agar sarmayni yaxshi ko'rmasanglar, sarmayni ozroq qilsanglar bo'ladi. Men yaxshi ko'rmay shunga qilib ishladim. Mashalatda qilib qo'ysanglar bo'ladi.